So'nggi yillarda insonlarda milliy g'ururni uyg'otishga intiluvchi va qadim tarixdagi o'z qahramonlarini aks ettiruvchi media mahsulotlarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Mana shunday animatsion filmlardan biri 2025-yilning 29-yanvar kuni katta ekranlarga chiqqan Ninja 2 multfilmi bo'ldi. Ninja 2. Ushbu mifologiya asosida ishlangan ilk film 1979-yilda tomoshabinlarga Ninja Ajdarho qirolini mag'lub etdi nomi bilan taqdim etilgan. Mazkur film 1980-yilga Cannes kinofestivalida ham namoyish etilgandi. 2019-yilga kelib, aynan mana shu animatsion filmning remake varianti ishlab chiqildi va tan olib aytish kerak, yaxshigina rezonansga sabab bo'ldi. Aslida bu mifologiya qayerga borib taqaladi? Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ninja obrazi 16-asrda yashagan Xitoy yozuvchisi Suyuy Chijunlinning Xudolar sarmoyasi romani asosida shakllantirilgan. Ninja an'anaviy Xitoy folkloridagi isyonkor xudo bo'lib, ulkan qudratga ega bo'lib tug'ilgan o'g'il, ammo u o'ziga bildirilgan ham ilohiy, ham ijtimoiy umidlarni keskin rad etuvchi personadir. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Ninjaning asl kelib chiqish tarixi Hindistonga borib taqaladi. Manbalarga ko'ra, Ninja buddist va hind mifologiyasida uchraydigan figura Sanskrit Nalakwaraning qisqartirilgan laqabidir. Tang sulolasi davrida buddizm Xitoyga tarqalgach, Ninja qo'rqinchli qo'riqchi xudodan biz bilgan isyonkor va olovli jangchiga aylandi va xitoylik qahramon sifatida gavdalana boshladi. Voqealar xronologiyasi o'zining qorong'u taqdiriga qarshi chiqib, ham jamiyatning o'ziga nisbatan, ham o'zining o'ziga nisbatan fikrini o'zgartira olgan bolakay Ninja haqida hikoya qiladi. Ninja 2 Xitoy animatsiya sanoatining darajasi ham hikoya, ham texnik nuqtai nazardan yetakchilardan biri ekanligini isbotlaydigan loyihadir. Bundan tashqari, mazkur loyiha Xitoyning kino va madaniy ambitsiyalari uchun yangi bosqichni belgilab beradi. Syujeti miyani oziqlantiradigan ushbu film barcha xalqlarga milliy madaniyatni reklama qilish bo'yicha ajoyib mahorat darsi bo'lib, u an'ana hamda innovatsiya uyg'unligi bilan tomoshabinlarning olqishiga erishdi. Film rejissyori 1980-yilda tug'ilgan xitoylik animatsiya ustasi va prodyuseri Jiao Zi hisoblanadi. Ninja 2dan avval u aynan Ninjaning ilk qismiga ham rejissyorlik qilgandi. Eng e'tiborli jihat shundaki, mazkur rejissyorimizning bakalavr diplomiga farmatsevt deb yozilgan. Asardagi ssenariy muallifi ham ushbu ijodkorning o'zidir. 144 daqiqani o'z ichiga olgan mazkur asarga Beijing Enlight Media kompaniyasi distribyutorlik qilgan. Namoyishdagi foydalanilgan asosiy til bu Xitoydagi eng ommabop mandarin tilidir. Yorqin va qimmat maxsus effektlar bilan ajralib turadigan multfilm haqida xitoyliklar ijtimoiy tarmoqlar orqali maxsus effektli 1900 ta sahnaga 4000 kishining 5 yillik katta mehnati singani muvaffaqiyatga sabab bo'lganligi va multfilmni Xitoy xalqining madaniy hayotining aksi va hatto yangilanishi deb atash mumkinligini ishtiyoq bilan yozishmoqda. Ushbu multfilm butun mamlakat bo'ylab eng yaxshi iste'dodlarni birlashtirib, kino va televideniya sanoati darajasini ko'tardi deb ishonch bilan ayta olishimiz mumkin. Ninjaning ilk qismi 20 million dollarga tayyorlanib, o'z ijodkorlariga 742 million dollar foyda olib kelgandi. Ikkinchi qismni tayyorlash xarajatlari ilk qismdan 4 barobar kattalashib, 80 million dollarni tashkil etdi. Topilgan foyda esa multfilm katta ekranlarga chiqqaniga 1 oy bo'lmasidan turib, birgina Xitoyning o'zida 1 milliard dollardan oshib ketdi. Shuningdek, mazkur loyiha Shimoliy Amerikadan tashqarida 1 milliard dollardan ortiq daromad qila olgan tarixdagi 13-filmga aylandi. Ko'ryapsizmi, men aytgandim-ku.
U o'zining muvaffaqiyatidan tashqari Xitoyning turizm va tarixiy haykalchalarning chakana savdosi kabi sohalarida zanjirli reaksiya yuzaga keltirib, Chin yurti iqtisodiy rivojlanishiga kinoteatrlardan tashqarida ham hissa qo'shib kelmoqda. Multfilm katta ekranlarga chiqqanidan bor yo'g'i 8 kun o'tib, distributor Inlight Medianing aksiyalari 264% ga oshib ketgan. Xitoyning mashhur Tongcheng turizm platformasi Neja mavzusidagi sayohatlar uchun sayyohlar talabi 5 barobarga ko'payganini ma'lum qilgan. Sayyohlarning qadimiy ibodatxonalar, ajdarho saroyi va tarixiy tadbirlar kabi joylarga tashrifining ortishi sababli Sichuan shahrining Ibin okrugidagi mehmonxonalarda xona bron qilish narxlari 34% ga qimmatlagan. Mana sizga bitta multfilmning davlat byudjetiga olib kelayotgan qo'shimcha daromadi. Sayyohlikdan tashqari Neja 2 filmi uchun konfet o'yinchoqlari ishlab chiqarish bo'yicha eksklyuziv litsenziyaga ega bo'lgan Hunan Sunny Sandy kompaniyasi 31-yanvardan beri onlayn va offlayn platformalarda Neja haykalchalarining savdosi 200 million yuandan oshganini ma'lum qildi. Ikki ruhning bir tanada harakat qilishi tomoshabinga 1984-yilda chiqqan Steve Martin ijrosidagi Barcha men kinofilmini eslatib yuboradi. Bundan tashqari, Shiji malikasi tosh oynadan dunyodagi eng chiroyli ayol kim deb so'raydigan sahnalar Sehrli oyna menga ayt. Bu hududdagi eng go'zal ayol kim? O malikam, sen go'zaldursan so'zsiz. Istagan kishingni qilarsan maftun. 1937-yilda chiqqan Oppog'oy va 7 gnom multfilmiga hayoliy havolalar taqdim etadi. Tomoshabinlarga asosan film syujeti yoqdi. Birinchi qism singari bu galgi sonda ham qadimgi Xitoy mifologiyasiga murojaat qilingan. Ammo eski afsonalar zamonaviy tarzda talqin qilingani, unutilgan afsonalarga yangi hayot va ma'no bilan nafas olish imkonini beradi. Bu qismda ham qadimiy afsonani tomosha qilib, u o'ziga xoslik, chidamlilik, ijtimoiy adolat kabi mavzular bilan to'yintirilganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu qismda voqealar radiusi kengayib, murakkab xarakter dinamikasi, ko'p qatlamli hikoyalar ham yosh, ham katta tomoshabinni birdek o'ziga rom etishi mumkin. Syujetga to'xtalishdan oldin birinchi qismni ozgina eslatib o'tmasak bo'lmaydi. Ilk qismda osmon va yer energiyasidan mukammal marvarid paydo bo'ladi. Yuang Xintiangzun uni ikkiga ajratdi. Ruh ma'budi marvaridlarga aylandi. Yovuz kuchlar yig'ilib yovuzlikka aylandi. Yovuz marvaridni yo'q qilish buyurildi. 3 yildan so'ng ilohiy chaqmoq uni yo'q qilishi kerak edi. Ammo Shen Gongbao bunga to'sqinlik qildi. Keyin yovuz marvarid Nejaga aylandi. Ruh marvaridi esa ajdarho podshohi o'g'li Ao Bingga aylandi. Tasodifan taqdirlar birlashdi. Ular do'st bo'lishdi. Neja ota-onasining mehrini his etib o'zgardi. Yovuzlikdan yuz o'girdi. So'ngra Chentanguan shahrini qutqaradi. Ao Bing bilan birga osmon la'natiga qarshi kurashdi va taqdirini o'zgartirdi. Ilk qismda ular osmon jazosiga qarshi turishdi, ammo jasadlari yo'q bo'ldi. Agar ruhlari tanasiz qolsa, tez orada butunlay yo'q bo'lishadi. 7 rangli ilohiy gul ularni himoya qiladi va ular yangi tanaga ega bo'lishadi. Qanaqasiga? Men tirikman. Yo'q, hech ham tirik emassizlar. Ikkalovingiz ham. Kamalakli nilufar tanangizni saqlab qolmasa-da, ruhingizni saqlab qoladi. Baxtsizlikni qarangki, bor kuchimni yo'qotdim. Necha yillik tajribam bir zumda yo'q bo'ldi-ya. Bu tanaga ega bo'lishlari uchun esa xudolar tomonidan beriladigan 3 ta sinovdan o'tishlari shart. Hikoya Ao Bingning otasi, Sharqiy dengizning ajdarho qiroli Ao Guangning qo'lida o'limi bilan boshlanadi. Boshqa ajdarho qirollari tomonidan qayg'u ko'rinishidagi manipulятsion harakatlar tufayli Ao Guang Chentanguanga hujum qilib qasos olishga harakat qiladi. Ayni paytda Neja va Ao Bingning jasadlari Tai Zhenren tomonidan shahar aholisi yordamida qayta rekonstruksiya qilinadi.
nimadir joyda emas. Axir aytdim-ku, osmondagi nilufar guli ildizidan un tayyorlash jasad yaratish uchun zarur. Sen hozir oyog'ingni qashigan qo'ling bilan un tayyorlayapsanmi? Hech narsa qilmaydi. Keyin yuvib tashlayman. Sening oyog'ing haqida aytmadim. Burningni artding-a? Yo'q, burnimni artmadim. Bu shunchaki un. Mana qara, bu nilufar gulini uni. Va bu ularning jismoniy kuchini va hissiy qat'iyatini sinab ko'radigan bir qator voqealarga sabab bo'ladi. Uchadigan cho'chqaning xotirasi ajoyib. Haykaltaroshlik san'ati ham betakror. Ana bo'ldi. Nejaning vizual dizayni uning evolyutsiyasini aks ettiradi. Uning oltin doirasi ilohiy aloqasini, qurol aslahasi esa ruhiyatidagi jangchini ifodalaydi va uning yaramas boladan taqdirini o'zgartirgan qudratli shaxsgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi. Asardagi bosh antagonist Shengung Bao bo'lib, u doim qasos o'tida yonib yashaydi. Uning tanlanmaganlik hissidan alamzadaligi va tashqi ko'rinishi 1992-yilda chiqqan Alauddin multfilmidagi Jafarni yodingizga soladi. Neja va Aobing o'rtasidagi do'stlik va sadoqat filmning hissiy o'zagidir. Ularning rishtalari ijtimoiy bosimlar va oilaviy umidlardan ustun bo'lib, qiyinchiliklarni yengishda ishonch va sodiqlik kuchini namoyish etadi. Ajdarho Guang o'g'lining o'lganiga ishonib shaharga hujum qiladi va o'z saroyi ostida qamalgan yirtqich hayvonlarni, shu jumladan To'rt dengizning qolgan 3 ta podshoh ajdarholarini ozod qiladi. Neja va Aobing yangi tanalari paydo bo'lgunicha Nejaning tanasida birgalikda yashashlari kerak. Bu juda g'alati qiz. Aobing shu yerdamisan? Men sening ovozingni eshityapman. Neja yurakni teshuvchi la'natga duchor bo'lib, tanasini minglab tikan qoplagan vaqtida chidab bo'lmas og'riqlarga yuz tutadi. Shu vaqtda uning insoniy onasi Yin xonim uni bag'riga bosadi va qo'yib yubormaydi. Aynan mana shu lahza onaning muhabbati va ruhiyatning uyg'onish lahzasi o'laroq tasvirlangan. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, sen doim meni farzandim bo'lib qolasan. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Tobat. Farzandimsan. Keyin g'azabga to'lgan Nejaning tanasi million bo'laklarga bo'linib ketadi va qayta shakllanadi. Endi Neja shunchaki qasos olishni istamaydi, balki u ezilganlar uchun kurashish uchun ham harakatga tushadi. Shundan so'ng Neja bilan Aobing birlashgan samoviy kuchlarni chekinishga majbur qilishadi. Qolgan voqealarni o'zingiz ko'rganingizda bilib olganingiz yaxshi. Filmning ijodiy guruhi ta'kidlashiga ko'ra, Neja 2da 2000 ga yaqin vizual effektli kadrlar tayyorlangan. Bu bitta studiya uchun juda qiyin vazifa. Ushbu muhim vazifa 138 ta kompaniyaning ishlab chiqarish tarmog'i orqali amalga oshirildi. Ularning 80% dan ortig'i yoki 115 kompaniya Pekin, Chengdu, Suzhou va Shenzhen kabi shaharlardagi texnologik markazlarda joylashgan kichik va o'rta korxonalar hisoblanadi. Ushbu kompaniyalar ishlab chiqarishning bir necha bosqichlarini, jumladan animatsiyani ishlab chiqish, vizual effektlar va badiiy yo'nalishni qamrab oladi. Neja 2 zamonaviy animatsiya texnikasidan to'liq foydalanadi va vizual tarzda ajoyib tajriba ulashadi. Filmning maxsus effektlari ayniqsa jang sahnalarida nozik did va katta sinchkovlik bilan yaratilgan. Hatto g'arb tomoshabinlari animatsiya sifatini ko'rib hayratda qolishi mumkin. 5 yil davomida animatsiyadagi yutuqlar tufayli ikkala Neja filmi o'rtasida sifat jihatidan sezilarli yuqorilash kuzatilgan. Film uchun musiqalarni Rock Chen bastalagan. Bundan tashqari ob-havo va suv ovozlari jang sahnalarida sizni o'ziga tortib ketuvchi qo'shimcha aksessuar vazifasini a'lo darajada bajara olgan. Bundan tashqari Xitoy madaniy elementlari tomoshabinlarga tinimsiz propaganda qilingan. Qahramonlarning liboslari, an'anaviy Xitoy musiqa asboblarida ijro etilgan musiqalar, qadimgi Sansinduy madaniyatining bronza niqoblari va boshqa detallar fikrimizni tasdiqlaydi. Multfilmda aks etgan asosiy fikrlar ham jozibali. Bosh qahramon Neja unga yuklangan rolni yumshoqlik bilan qabul qilmaydi.
adolatsizlikka duch kelganda u dadil va jasorat bilan harakat qiladi. Shu tufayli u g'alaba qozonadi. Filmda insonning ma'naviy yuksalishi va o'z mas'uliyatini anglash mavzusi yaxshi yoritilgan. Film Nedja va uning ota-onasi o'rtasidagi chuqur, fidokorona muhabbatni o'rganib, og'ir damlarda oila qo'llab-quvvatlashi qanday kuch manbai ekanligini ko'rsatadi. Uning eng yaqin do'sti Ajdarho qirolining o'g'li Ao Binde esa uning aksi. U oxirida oilasi undan kutgan narsani emas, o'zining tanlovini muhimroq deb biladi. Nedja 2 ning muvaffaqiyati nafaqat Xitoy kinosi sifatining yaxshilanganidan dalolat beradi. Bu xitoyliklar o'z madaniyatiga qanchalik katta muhabbat bilan qarashlarini, uni qancha ehtiyotkorlik bilan saqlashlarini, uni qayta ko'rib chiqishga, uni yangi shaklda qo'yishga va butun dunyo bilan saxovat bilan baham ko'rishga qanchalik tayyor ekanliklarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Ko'rinib turibdiki, Nedja 2 ko'p jihatdan oddiy multfilm emas. Bu chinakam inqilob bo'lib, Xitoyning dinamizmi va umumiy ijodkorligini, uning madaniy merosining doimiy jozibadorligini aks ettiradi va butun dunyo bo'ylab tomoshabinlarni o'ziga rom etadi. Chiroyli ranglarda va fantaziya ishqibozi xohlashi mumkin bo'lgan barcha vizual ijodkorlik bilan jonlantirilgan fantastik dostonda hamma narsa bor. Siyosat, oila, do'stlik, qasos, qadriyat, vafo va fidokorlik. Hazillar, ko'z yoshlar, urushlar, suv osti dunyosi va hatto qusish va bavil qilishga o'xshagan noetiket harakatlar miyangizni bombardimon qilib tashlaydi. Birgina Nedja obrazining o'zi buddizm, konfutsiylik, daoizm, legalizm va boshqa g'oyalarni o'zida mujassamlashtiruvchi tafakkurga asoslangan. Hikoyada hokimiyat va iyerarxiyaga qarshi kurash ruhi bor. Multfilmning eng ko'p o'ylantiradigan jihati bu qahramonning yaxshilik va yomonlik g'oyalariga qarshi qanday turishida. Aynan mana shu masalada daoizm falsafasi birinchi planga chiqadi va bizga aytmoqchi bo'ladiki, yaxshilik ham, yomonlik ham mutlaq emas. U o'zgaruvchandir. Nedjaning boshqaruvga qarshi harakatlari shafqatsizlikni tugatish uchun amalga oshadi. Chunki Chentanguan aholisi samoviy shaxmat taxtasidagi piyodalar kabi nochor va eng zaif qatlam edi. Nedjaning oxirgi jangini olaylik. U nafaqat qahramonning, balki butun Xitoyning kollektivizm ruhini ko'rsatuvchi jang maydonidir. Ajdarholar, qisqichbaqa askarlar, sakkizoyoq jangchilari va odamlar hayotlarini o'zgartirish uchun yonma-yon turib jang qilishadi. Filmda kim bo'lib tug'ilganing emas, oxirida kimga aylanishing muhimligi ko'rsatib berilgan. Bu film misolida hatto hech kim ishonch bildirmagan inson ham, agarda o'ziga ishonadigan bo'lsa, katta qahramonliklar qila olishi haqida uqtirmoqchi bo'ladi. Film sizga yoqdimi? Men uni bolalaringiz 10 yoshdan kichkina bo'lsa qo'yib bermang degan bo'lardim. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Yana qaysi filmni tahlil qilib berishimizni istardingiz?